Ovsinjonlar, kipriklarimizni bu holatdan bu holatga keltiramiz. Bu lifehackni albatta saqlab olinglar. Yuvganda chayilib ketmasin. Kechqurun uxlaganimda ko'zimga kirib ketmasin. Ha, aytganchalik kiprigimni yurganimda kiprigim bilan birga chiqmasin. O'zi shunda uqalanib tushib keta qolsin. Eng asosiysi narxi umuman qimmat bo'lmasin, brend bo'lsin. Deydigan ovsinjonlar, mana shu tush aynan siz uchun. Tez videoni saqlab oling. Agarda bozorlardan topolmay qolsangiz, sizlarga bitta link beraman. Shu linkdan o'tib zakaz qilsanglar bo'ladi. Ovsinjonlar, bugun kipriklarimizga, qoshlarimizga, yuzlarimizga mehr beramiz. Raspakovka chek qilamiz ovsinjonlar. 10 marta xato qilib chizsangiz ham bir martada o'chib ketadigan podvodkani qo'yib oldim. Endi navbat qoshlarimizga. Qoshlaringga bit tushgur. Bilaman, yuzimdagi tonalkani so'raysizlar. O'zi kichkinagina, lekin anchaga yetadi. Hattoki har qanaqa yuzga tushib ketaveradi. SPF ichida oqib ketmaydi. Qo'llarimga ham umuman izi chiqmadi, yuzingizni muzdekini qilib beradi ovsinjonlar. Uyalmasdan kulib yurishim uchun, tishlarim oppoqqina bo'lishi uchun febrlikdan tish pastalari. Uylarim musaffo bo'lishi uchun esa aynan shunaqa spreylar.